Samarqand shahrining markazidan, mana shu Hilton mehmonxonasining yonidan elitni novostroykamizdan 5 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Yuring obzorini ko'ramiz. Liftidan muammosi yo'q. Kvartiramizga kirib kelishimiz bilan mana shunaqa chiroyli, ajoyib hol qismimiz. Holimizda garderob zonalar qilingan. Uyimizda hamma narsa mavjud. Kirishimiz bilan o'ng tarafda juda ham katta bo'lgan sanuzel xonamiz ko'rishingiz mumkin. Vanna, dushvoy kabina, jakuzilarigacha bor. Endi esa birinchi xonamizga o'tamiz. Bu birinchi kattalar yotoqxonasi. O'zining mana shunaqa konditsionerlari, ikkita derazalari, balkonlari ham mavjud. Qolgan xonalarni ko'rib o'tamiz. Uyimiz 5 xonali. Boya aytganimdek, bu esa bizning ikkinchi kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin, hamma jihozlarni jihozlab qo'yilgan, o'zining mana shunaqa garderoblarigacha mavjud. Uyimizda kelib yashash uchun barcha sharoitlar bor. Uyning egalari uyni juda ham sifatli tarzda remont qilishgan va yaxshi holatda saqlashgan. Bu esa 3-yotoqxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham o'zining balkonlari mavjud. Uyimizning isitish tizimi issiqpol orqali, undan tashqari har bitta xonalarida konditsionerlari ham mavjud. Bu bizning yana bitta xonamiz, hol qismimiz. Bu yerda esa ikkinchi sanuzelimiz kvartiramiz uchun. Sanuzelda ham barcha kerakli hamma sharoitlar mavjud. Bu yerda yumshoq zonalar qilingan, televizorlar kelib dam olib, ovqatlanib o'tirish uchun hamma sharoitlar bor. Bu yer esa oshxonamiz. Oshxonamizda ham kerakli jihozlar, texnikalar, hamma narsasi mavjud. Sifatli texnikalar qo'yilgan, hamma narsasi shu joyida qoladi, xudo xolasa. Uyni xarid qiladigan bo'lsangiz. Bu yer esa katta bo'lgan mehmonxona qismimiz, stol-stullar qo'yilgan, italyanskiy mebellar qo'yilgan ekan. Uy egalarining aytishi bo'yicha juda ham sifatli. Bu yerda esa shkaf, yana bemalol yumshoq zona ham qilish mumkin. Uyimizning mana bu tarafida 10 metrlik balkoni ham mavjud. Samarqand shahri shunday chiroyli ko'rinib turadi. Uyimizning umumiy maydoni 178 kvadrat metr. 6 qavatli binoning 5-qavatida joylashgan Gelion chorrahasida. Narxini 2 milliard 350 million deyishyapti. Albatta savdosi bor.